Ko'pchilik autizmga aqliy rivojlanishda orqada qolishdek kasallikdek qarashadi. Aslida autizm bu kasallik emas. Autizmni davolash degandan ko'ra rivojlantirish degan so'zni ishlatganni ma'qul ko'rgan bo'lardim. Chunki autizm bola bu dunyoni boshqacha ko'z bilan ko'rishi. Ya'ni oddiy odamlar ko'rayotgan yorug'likni, tovushni, har bir ovozni ular kuchliroq his qiladi va tabiiyki kuchli his qilgandan keyin bunga reaksiyasi kuchliroq bo'ladi. Ya'ni yoki qichqirish, baqirish bilan javob reaksiyasini beradi yoki butunlay o'ziga oson yo'l bilan u tovushni ignor qilib javob bermaslikka o'tadi. Qabulga kelgan har bitta ota-onani birinchi beradigan savoli bolasining ko'zga qaramasligi, ko'z kontaktining yo'qligi va ismiga javob reaksiyasining yo'qligi tashvishga soladi. Aslida bu ikki belgi bilan autizm tashxisi qo'yilmaydi. Chunki ushbu holatga olib keladigan yana bir qancha kasalliklar bor. Masalan, brain fog sindromi bor, ya'ni tumanli miya sindromi. Ushbu holatda ham bola ismiga qaramaslik, ko'z kontaktining yo'qligi, bola shovqinga quloqlarini yopish, maqsadli muloqotining bo'lmasligi, bir nuqtada ko'p aylanishi, hayajonlanganda qo'lda stimlarning paydo bo'lishi ushbu sindromga xos belgilar hisoblanadi. Tumanli mozg sindromida bolada qon tahlillari, axlat tahlili va siydik tahlili olinadi. Qon tahlilidagi NSA ya'ni neyrospetsifический analizaning baland bo'lishi, qonda ammiakning baland bo'lishi, laktatning baland bo'lishi va qonda kandidalarning yuqori bo'lishi bolada aynan autizmga xos bo'lgan holatlarni berayotgan bo'lishi mumkin. Ushbu holatda dieta yo'li bilan, davolash yo'li bilan normaga qo'yilganda boladagi bu holatlar yo'qoladi. Albatta, homiladorlik davri bolani rivojlanishidagi eng muhim omil hisoblanadi. Aynan homiladorlikda onadagi qonning quyuq bo'lishi bolada brain fog sindromi bilan tug'ilishiga bitta sabab bo'lishi mumkin. Aynan koronavirusdan keyingi holat bizada 80% bolalarda shu holatda tug'ilishi olib keldi. 2020-yildan keyin bu holatdagi tug'ilgan bolalarning soni juda ham ko'payib ketdi. Homilador ayollarga beradigan tavsiyam birinchi bo'lib homilador bo'lgandan keyingina sog'liqlari bilan e'tiborli bo'lish emas, homilador bo'lishdan oldin sog'liqlariga e'tiborli bo'lishlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Autizm tashxisli bolajonlarda men davolash degandan ko'ra rivojlantirish degan so'zni ishlatgan bo'lardim, chunki qancha erta qilingan murojaat shuncha boladagi qobiliyatlarini rivojlantirishga imkoniyat beradi. Juda ham ko'p qiynaydigan masala 6 yoshda murojaat qilib, bolam maktab yoshigacha tengdoshlari qatoriga yetib oladimi deb savol berishadi. U onani ko'zlariga qarab juda ham vaqtlari kam qolganini aytish qiyin. Eng qiynaydigan vaziyat shu. Birinchi bolada check-up o'tkazish, ya'ni bolani ushbu holatga olib kelayotgan narsani aniqlab olish. Ularda och qoringa 8 soat ovqatlanmagan, hech bir dorini qabul qilmagan holatda qon tahlillari topshirtirib, olingandan keyin 3 soat ichida axlat tahlili topshirtirib va siydik topshirtirib, ertaga bo'layotgan muammoni hal qilib, bolaga to'liq diagnoz qo'yib, davolashni boshlaymiz. Davolash har doim menda dieta bilan birgalikda ketadi. Bez gluten, bez kazein, bez saxar dieta, ya'ni hayvon sutlari, sut mahsulotlari mumkin emas. Oq un va unli mahsulotlar mumkin emas. Ular hammasi kepak uniga o'tkaziladi. Shakar va shakar mahsulotlari mumkin emas. Telefon, televizorlarni cheklab, mani davoyim bilan baravar qilinganda juda ham tez natijaga chiqamiz. O'sha davolash muddati qanchadan qancha vaqtgacha davom etishi mumkin? U haqda aniq ayta olmaysiz. Ba'zi bolalar bor, har bir organizm individual. Ba'zi bolalar bor, juda ham tez natijaga chiqib ketadi. Ba'zilarda uzoqroq vaqt seziladi. Uzoqroq vaqt saqlanib qoladi. Dietani aslida hammaga 6 oyga to'liq qat'iy tartibda beraman. 6 oydagi o'zgarishlarga qarab yoki undan uzoqroq vaqtga suramiz, yoki 6 oydan keyin haftasiga bir marta mumkin emas bo'lgan narsalarni qo'shib boramiz. Chunki aytayapman-ku, autizm bu kasallik emas-ku. Autizm bu ruhiy buzilish. U davolanmaydi, u faqat korreksiya qilib yuriladi. Lekin hozirgi bo'layotgan bolalardagi holatda men autizm deb qaramayman. Aslida autizm genetika bilan bog'lanadi. Bu genetik holat hisoblanadi. Genetik holatdagi kasalliklar bizda davolanmaydi. Bo'layotgan shikoyatlardagi ismiga qaramayapti, gapirmayapti, ko'z kontakti yo'q, stimlari bor, sensor buzilishi bor bolalar hammasi ham autizm emas. Agar bolaning qonida moyillik bo'lsa, unga bitta sabab vaksina deb isbotlanmagan, telefon deb isbotlanmagan, qattiq stress deb isbotlanmagan, lekin o'zida moyilligi bor bolalarda ushbu holatni kuchaytirib berishi mumkin. Lekin aynan o'sha sabab deb hisoblanmaydi.
Autizmni davolash jarayonida qanaqadir natijalarga erishganmisiz? Judayam ko'p bunaqa holatlar. Ismiga reaksiyasini yo'qligi, gapirmasligi, ota-onasiga emotsiyalari yo'qligi, ularni tanimasligi, hech kimga bee'tibor bo'lib, keyingi qayta ko'rikka kelgan vaqtda xuddi shu belgilari yo'q bo'lib, xursand bo'lib kelganlar judayam ko'p. Ushbu diagnozi bor ota-onalarga bolalarini bor holicha qabul qilishlarini, ularga mehrli ko'z bilan qarashlarini tavsiya beraman.